أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، ötkenki dersin devamı. وأما معرفة الديون التي يحاس بها من الديون التي لا يحاس بها على مذهب مالك. İmam Malik'nin mezhebi boyunca kanda qarzlarni ülüşke ayırıp bölümüz. Qaysi ülüşke ayırıp bölmeymiz deb bunu bilish masalasiga kelsak, bu qarzlar ikki turga bölündü. Ahadihima an takuna wajibatan an iwadin. Birinci türlü qarz bedel sebebinden bo'lgan qarz. والثاني أن تكون واجبة من غير عوض. İkincisi bedelsiz gadanga atıp qalan qarzlar. فأما الواجبة عن عوض degan mesela bir narsa sotib olgan bo'lsa, pulini qaldi. فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض وإلى عوض غير مقبوض. Aşı tovarni qo'lga topshirib olgan bo'lishi mumkin, topshirib olmagan bo'lishi mumkin. فأما ما كانت عن عوض مقبوض qo'lga topshirib olgan bir tovarninki pulisi qolganlikdan qarzga bo'lgan bo'lsa, va savan kan malan aw arsha jinoyatin. Endi bu ardın maqbud degan dayn. Dayn deydi. Mush qarz. Yani savan kanat daynu malan aw arsha jinoyatin. Ash gadanniki qarz mal bo'lishi mumkin. Mal deganimiz tovar. Mesela mancha tava buğday degandek. Ya başka narsadek. Ya töge, 5 töge mesela. Ev arşı cinaye. Ya ki birer cinayet sadir qilganlikdan to'lam kelganlikdan buning gardiniga to'lam otilib qolgan bo'lishi mumkin. Sen bir barmoqni kesib o'tibdi, 5 töge kelgan. 5ni yeritibdi, 10 töge kelgan. Başına bir ahvolda bo'lib, jinoyat sababidan kelib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin mal olsun, tovar olsun, gardinda bir qarz bor dedi. فلا خلاف في المذهب أن محاصة الغرماء بها واجبة. لو كان مالك مذهبته اختلاف yok dedi. Başka qarz egileri hammalar ücret bo'yicha shu qarzni har biriga ulush qilib taqsim qilmas. Ujra shunda ulush qilib ulashilishi lozim. Wa amma ma kana an iwadin ghayr maqbudin. Hamda badal ammay bedelsiz kelib qolgan endi qarz bo'lib qolsa, fa inna zalika yanqasimu 5 aqsam. Ahadaha an la yumkinahu daf' al-iwad bihalin. Bu qarz qo'liga topshirib olmagan narsadan kelgan bo'lsa, bu 5 turga bo'linadi. Birinchisi, buning bedelini har qanday ahvolda berolmaydigan ahvolda. Masalan, misol olsak, 3-chi bo'ldi. La yumkinu daf' al-iwad bihal. كنفقة الزوجة لما يأتي من المدة. نفقة الزوجة qarz deydi. Lekin u ayollarning u erga o'zidan topshirishi emaskan. Bu narsalar daqa u hozirgacha qo'lga olinmaydi deydi. Yani hozir qo'lga erish mumkin emas. Kelajakda oladi. Yani kelar oyining nafaqasi nimaga qarshilikda vojib bo'lgan desa, badal qarshiligida deb qolsak, bu badal nima? Shu ayolning shu yerda o'tirib turishi. Nima? Şu ayolun şu oyda oturup birisi hazır oturup badab ağlılarında ağılmaydı. Şu kiler ay kelse, şu oyda oturup badsa andını tapşırıp ağılmaydı. Bunda onu ki bu kiler ayın olmasının için qarz olab kaldı onun geldiğinde. Qarz demdi buna. Qarz demesi gerek. Ötep ketken aylarınki qarz boz bulattı. Bu kiler ayının kanda qarz olduğunun geldiğinde. Misal taza şunu bu. وَالثَّانِ أَلَّا يُمْكِنَهُ دَفْعُ الْعِوَدِ. İkincisi bu bedelini bireysini veremeydiğin değil. Velakin yumkinu daf'u ma yustawfa fi. Lekin aşı bedelden paydalanıp şunun da tapıdığan pulunu beradigan narsa. Bedelini o'zini beremeydi. Lekin şu bedel bo'lgan narsadan oladigan paydani beradi. Masalan, en yaktariya rajulu dara bin naqd. Mesela bir uyni naqd pulga ijaraga oldi. Ev yakuna al-urf fihi naqd.
Yakan urf odatda shunday naqd pul bilan ilish bor ekan. Masalan, bir oyligimiz oldin bir o'timiz-ku. Fafallasal muktari qabla an yaskun. Shuni bu ijaraga olgan kishi shu uyda o'tirishdan burun ijaraga pulni naqd berishga tutishib olibdi. Urf odatda naqd berish bor ekan. Naqd beraman deb tutishib ijaraga olibdi. Lekin shu uyga kirib o'tirishdan burun muflis hukm qilinibdi bu odam ijaraga oluvchi. Yoki ba'da masakana ba'da sukna yoki bir necha kun o'tiriblam bir qancha kun o'tmaylam muflis hukm qilinibdi. Va qabla an yadfa'al kirani taqa bardigan kira degan ujratli dar ijarasini berishdan burun muflis hukm qilinib ketgan bo'lsa bu la yumkinu daf'ul iwad bo'ldi ekan. La yumkinu daf'ul iwad degan turli qarz hisoblanadi. Ya'ni bu uyda o'tirishni hozirdan berib o'tmaydi degan gap. Uydan foydalanishni hozirdan bermaydi. Ya'ni bir oy ichida bir puldan narsa. Hozir gachida olmaydi demak. Va thalithu yakuna daf'ul iwadi yumkinuhu wa tarhuhu. Wa tarhuhu da tuzinkilar. Yumkinuhu tarhuhu. Va uni desak zaman bo'lsa yakuna yumkinuhu daf'ul iwad wa Mümkün. Ya üçüncü sorusu ve thalithu ayyakuna daf'ul iwad yumkinuhu ve yalzamuhu kara'si salam yumkinuhu ve tarhuhu debtumadi. Yumkinuhu tarhuhu. Üçüncüsü aşı bedelini berishi mümkün ya tashlashi mümkün bo'lgan. Nimaga o'xshash kara'si salam. Mesela oldin pul o'tkazib qo'ygan bo'lsa bir malga mushu hozir buni bedelini berish bermaslik ehtimoli bo'lgan narsa qarz ekanmiz. Iza aflasal muslamu ilayhi muslim ilay degan shu zavod egasi malni sotish uchun pul topshirib olgan kishi. Bu zavod egasi muflis hukm qilinib qolsa qabla daf'a ra'sil mal. Mesela salamga tutishibdi bular. Manchi pul berma, falonchilarni manchilik malni topshirasiz deb taqib pulni qo'lga ilishdan burun zavodning egasi muflis bo'lib ketibdi. Qabla daf'a ra'sil mal. Pulni bir bilan tavoyda pul bormi? Yo'q, ra'sil mal degan pul emas. Hozir salamga tutishdi. Manchi pul berma, falonchilarni manchilik mal topshirlar, ma'qul. Qo'lga topshirib bo'g'icha zavod egasi muflis bo'lib ketdi. Bularga uchinchi turi bedelni berishni biz bekor qilsak bo'lgan ahvol demoqchi ekan. Hozir bedelni berish bekor bo'lib ketdi. Bo'ldi tarhuhu, to'g'ri chiqdi ekan. Yumkinuhu tarhuhu desak to'g'ri chiqdi ekan. Bedelni berishni bekor qilsa bo'lgan bir qarzim. Bu ammagan bermagan bo'lib, hammasi o'zgarib ketadigan gap ekan. Va rabi'u an yumkinahu daf'ul iwad. Bu bedelni beralaydi. ولا يلزمه يمكنه دفع الرد ولا يغوص ولا يلزمه بدل باسا beriş mümkün bo'lgan lekin chuqur berish kerak bo'lmagan dedi. Misli silati idza ba'aha fafallasal mubta'. Mesela bir tovarni sotdi. Setib olgan kishi pulni berishdan ilgari muflis bo'lib ketdi. Undan keyin u tovarni bermasin bo'ldi. Tovar aşı ikisining qo'lida qolib qolsa bo'ldi. Hammagan bermagan bo'ldi. O'xshashib qoldi. Nikohning salamning gapi ekan. Ma'noda so'dining gapi. Adetlik so'di. Wal khamisu an la yakuna ilayhi ta'jil daf' al-'iwad. 5-turli qarz bedelini oldirib berib qarz edi. Masalan yusallima ar-rajulu ila ar-rajul dananira fi arudin ila ajalin. Bu bir salam masalasi ekan. Bir xil tovar ilish uchun bir odamga tilla berib pul o'tkazib qo'yibdi. Falan chaqda topshirib berislar molni deb. Fayuflisul muslimu qabla an yadfa ra's al-mal. Shundan osh dananirni tillani topshirib berishdan ilgari va qabla an yahulla ajal salam. Pulni topshirib berishdan ilgari va yana shu molni topshirib berish vaqti kelganga qadar orliqda pul o'tkazib qo'ygan odam muflis hukm qilinib qopti. Bundan keyin buning bedelini hozir gachchi bir o'taysin, bir o'tanmaydi demoqchi ekan. Salamga tutishgan tovarni
u pul verishdan ilgari gachchini beranmaydi. Lekin bu pulni bermagan ekan. Bu salam degan narsa vujudga chiqmadi, yo'q desak bo'ldi shuni. Pul bermabdi. Pul bergan chog'da salam vujudga chiqdi deymiz. Hozir hammasi bu salam ishi bo'lib bo'ldi deb o'ylab, salam bo'lgandan qarz paydo bo'ldi. Ana bu badalni hozirgacha beranmaydi. Vaqt kelgan chog'da burdi. Vaqt kelgan chog'da berish uchun pulni burun qo'lga topshirib olish kerakda deb bunda bir avarchilikqa yo'liq tutdi. Tovar uchun oldin pul topshirgan ekan, salam degan narsa tavujud chiqmadi. Qachonki qo'lga topshirib olsa, ondan salam bo'ldi desak joyi tushadi. Yani Maliki mazhab hozir bu masalada o'zini ortiqcha ufurtib qo'yibdi. Hozir shu masala emas. Evliya shunda masala duch kelgan chog'da qaysi faqih shunda tatbiqlab joyi tushirib uni bir taraf qila oladi. Tushunib anqirishmi unda tasavvur qilishmi ta'silatgan gap. Bu bir odam mana shu duch kelib qolsa, uni evliya tatbiqlab islom masalalari ma'munda bo'lgan deyish tas. Yani bu baklam murakkablashtiribdi. فأما الذي لا يمكن دفع العباد بحال فلا محاصة في ذلك إلا في مهور الزوجات. Yani bedelini fakat berenmeydiğen qarz bo'lib qolsa, buningda uğramalar o'zaro unda qarzni qaytarib berish uchun banasini taqsim qilib, ulush bilan taqsim qilish ishi yo'q deydi. İlla fi muhur az-zawjat idza fallasa az-zawju qabla ad-dukhul. Faqat unda ayollarga to'ylik qilma deb to'ylik va'da qilgan bo'lsa, bu erning gadinda qarz bo'ldi hozir. Lekin bu xotinning jiqkan, ikki kishini o'xshay ekan bu. Har birisiga zamonchi pulurma, to'ylik qilma deb o'xshay ekan. Lekin bu ayollar bilan birga bo'lishdan ilgari er muflis hukm qilinibdi. Chunki har bir ayol hozir bilan manchi pul to'ylik pulim bor buningda deydi ekan. Hozir bu yerda la yumkinuhu daf'ul iwad degan buning bedelini qo'lga topshirib olish mumkin bo'lmagan demakchi. Ya'ni u ayollar bilan birga bo'lanmaydi, chunki bu iflos qildi deydi. Iflos qilish buni bir shunday to'g'ri qasd degan fasx bo'lmasligi mumkin. Keyinchi qachonda basil birala deb ermikdan beremayman deb qat'iy istek qildi. Ma beremayman demabdi. Endi tirikchanda o'tva deb keyinchi baylab qolish mumkin, deyish mumkin. La yumkinu daf'u iwad bihal. Yani qarzni berish mumkin emas demakchi bu. Ayollar bedelini berish mumkin emas demakchi bu. Ayollar bedelini berish mumkin emas. Ayollar bo'lmasa ayollar qaziga so'qalanmi? Ya masalan bu ayollar hozir er muflis hukm qilinsimi? Ayollar masalan tigivado tigivas qanday mumkin bunda? Biradamga masalan duxul qilgandan keyin berish mumkin emas. Agar biradamga maslahat qilib olsa masalan bu qanchalarda adam anzarkana qo'yibdi-da uni. Qo'ygandan keyin duxulda bilan masalan muflislar ketib mahalni beramay olmayapti. Ya'ni shu joyda anzarkana bo'lmasa ayollarni qarzdorlarning asosida talab qildim. Keyin aslida yoki qanday qilsa bo'ldi? Yani bunun ayollari boshqa qarz egalari bilan birga ulashadi demakchi. La mahasa illa degan ekan, muhur zawjatda mahasaba demakchi. Bu nima bo'lgan bu gap? Ammallazi la yumkinu daf'u iwadi bihalin fala mahasata fi dhalika illa fi muhur az-zawjat idza fallasa az-zawju qabla ad-dukhul. Har qanday holda bedelini berenmaydigan qarz deydi. Bir vaqtda to'lamaydigan demakdir bu. Ona uchun bir vaqtda to'lamaydigan bir nima bo'lsa, bunga unda qarzdorlarning asosida uni qilish yo'q. Asli ayol kishining nafasi kundulik ayla vacib bo'lib qoladi. Mahrning ishi. Mana qabla duxul ba'da duxul bo'lsa, emas berilmaydi faqat qabla duxul bo'lgan chog'da beriladigan keyin. Hozir mahrning gapini istisno qildi, buni ayrim to'xtatib qo'yapman yan tarafda. Hozir shu fala mahasat fi zalik deganda bir to'xtataylar. Nima degan bo'ladi shu? Shaydan qarzdagi vazni qarshiliqida bo'lgan narsa bormi? Vazn qarshiliqida. Bu ayolning ayoldan oldigan manfaat desak, ayolga manfaat. Bu da bundan şu ayının geldiğinden lekin bu
Şu baravardaki qarz pul aynan geldiğinde. Bunun da başka demlerimiz qarzlara birlikte muhasebe pulunu almaydı fakat ayol özündeki edebiyat dağıtımında böyle boşaldı. Yok, ayollarına mesela ayollarına özgürlüğü de yok, birisi ayollarga mahallelerini atak koygan olsa bu pul var. Bu andikin bu ayollardan dokul kılıştın burun bu muhlisip ketdi. Muhlisip ketkendikin pulmu var. Qazigiler kelgendikin bu dokul kılgandikin ayollar ivaz arqılık tak ayollar dokul kılgandikin ayolların bendikin mahallede ayollar haqq konuda eleş. Bu bəğməgəndikin bir nəsildə var. Haqq olmandikin bu xuddi ərinin ilgili babək qıvab, anlayışınlar qazdırlar, maşın məhlilərin asıb oldu özünün ülüşü. Qazdırlar, qoramanımızı şu ayarlarla özgürlüğü. Ayarlardan yılğan bədəlgə, ərkişin üstügən, məhrin ərkisine anı gəldiği qazdıq qorandikin, vaxt şu ayarların öz hissisi boyunca məhrin asıl boludu dediğim gibi. Məhlə alaylarda nəfiqsini alamaydı dedi. Nəfiqliğine törpüşdən burun ayarlarına ki nəfiqə ayarlarının nümişin vacib olursa, ərkişinki qarzi hazır nümi olursa, ayarlarının nəfiqsini verir. Bu nəfiqin nümişin birtesi bundan keyinki müddetçe şu ayarının paylaşılan bədəliğe, şu ivəz bədəliğe adamın üstündeki qarzi qoyuladı. Ona xursu... Hayır, nəfiqini gibi qoyun, məhrini deyim lan. Yaptıysak başka gerekir. Məhrin özünü çözüp vasta ayarlar nisisi boyunca alalaydı o dedi. Gerçi ana bədəliğin ivəzine veriş mümkün olması mı? Bu ivəzini veriş demişsin mümkün olmaydı. Zuhul burun. Arman muhlis olarak etken ayakçı gruplanma değil. Muhlis olarak etkendik ki məhrini veremeydi. Məhrini veremeyenden ki ancak məhrini belgeni sonra baktım ki zuhul burun nikah yapar. Məhrini veremeyenden ki nikah olmadı ondan Nikah bulamazdı. Sen de dokul kılmak üzerinde noktasına kadar nispi mahir. Yani talak meselesi yoksa bu? Neden? Oğluk karıştığını buran mümkün etken olsan şu vakitte zavcattan ki mehirlerden hissiz boyunca alalaydı kaba baktıdan kaban halinde mesela hiç kandak anlarda erzin oruzun ivazını belli olmak için ayağın kişiğe nebiyetinin özü erkisine olabilir. Bunun aşımı mesela bu daim bir onu defanı yolda behalin diyen onunla şu ayağın nebiyetini şimdi mesela olabilir. Ve artık nebiyetinin özü erkisine üstündeki karız. Yani şu karız mühemmet kaysi ivazına belki boğansa ayağın bundan kim kaydırılan şu müddetine belki boğanda bu müddetine defi kılış mümkün, asla mümkün olmaydı. Tabii kelecekti o anlık. Kelecekti o zaman boğanda. Hadir mi yanımda deyler muhur-ı zavcat sen bir neçe xotunni oldi. Lekin billasdan ilgari muflis bo'lib ketdi. Ana bu xotunlarninki to'yliqlari erning gadidan qarz bo'ldi. Bular erning qo'lda qolib qolgan shu iqtisodni ulush oladi. Bu bir aniq qo'yib ketdim. Ana ulush olmaydigan qasiyatsa kelajakda beradigan ayollar kelajakda o'zini topshirsa uning badaliga nafaqa kelibdi-ku. Undan ekan bu nafaqani unda ulush qilinmaydi. Chunki bu ayollar bu badalni hozir beray desa berolmaydi deydi. Shunday tushunadi. Wa amma alladhi la yumkinu daf'u wa yumkinu daf'u ma yustawfa minhu. Endi badalni berolmaydigan, lekin ashuningdan keladigan ish haqqini beradigan narsa deydi. Masalan, al-muktari yuflisu qabla daf'il kira. Mesela uyni ijara yaptı, ijarani to'lashdan ilgari muflis hukm qilinib ketdi. Faqila lil mukri al mahassa. Yani bu ijara berguchi, ijaraga olg'uchida qarz bo'lg'achqa qanday qiladi bo'lsa, al mahassatu bi jami'i thamani wa islam ad-dar lil ghurama. Uyni nimaga topshirib
qarz egilerge topshirib, mening aşa adamdan manch pul elishim botdi. Masalan, bir oylikdan masalan 1000 koyga ijara berib ketsak, bir oyda 1000 koy elishim botmi? Elishini bilma. U yerdan foydalanish ijaraga oluvchining qo'lida. Endi ijaraga oluvchidan silib elishim bo'lgan ekan, bu uyda sizlar o'tirib foydalaninglar, men 1000 koy elishim bilma. Desi bo'ldi dedi. وقيل ليس له إلا المحاصة بما سكن ويأخذ داره. Yani bir aziz qarashda necha kun o'tag'im bo'lsa shuni shaqini oladi. Yani 10 kun o'tag'im bo'lsa, masalan 330 koy qarzim bor deb qarzdor bilan birga tizilib bu 330 koy nisbasini ilishtirishir ekan. Uyni qo'lga topshirib beraver ekan. Qolgan 20 kunga nima olaman demay. Bu bir qarashgan. Va in kana lam yaskun taqib o'tamagan bo'lsa, falaysa lahu illa akhdhu dari. O'chada uyni qo'lga topshirib beravergan bo'ldi, tugidi dedi. Va amma ma yumkinu daf'u al-'ibadi wa yalzamuhu dedi, yalzamuhu deb chiqdim. Aşı baştaki asli icra olmazsa daf'imiz mümkün bo'lmaydi, lekin keyin uning foydalanishi bo'lgan narsa bu yerdan da birisi nazım bo'lmaydi. Cho'qim foydalanishi shunaqa zarur nazım bo'ladi yoki nazım bo'lmaydi deb aytadi. Bak nazım bir şey mi? Hamda ve ma mümkün daf'u al-'ibadi ve yalzamuhu ve tarahu diye ve yalzamuhu kan. Ve yalzamuhu muşananki tafsilata kelibdi. Badalni beralaydigan ve birish kerak bo'ladigan qarz bo'lsa, va idza kana al-'ibadu 'aynan. Ash badal o'zi moddiy bir tovar bo'lgan bo'lsa dedi. Aynan degani. Faqila yuhasu bihi al-ghurama'a fil wajibi lahu bil-'ibadi wa yadfa'uhu. Masalan bir tovarni satqanlik uchun qarz bo'lgan bo'lsa, boshqa qarzlar qatorida u mening qarzim bor deydi ekan. Va yadfa'u degan shu satqan narsani qo'lga topshirib bir ekan. Yani muflisni qo'lga topshirib bir o'tib, men mana shu qarzim bor, elishim bor deydi ekan. Endi faqila va ahaqqu bihi. Yani qarzim bor demay shu banasi naqd bo'lgan bo'lsa, ya'ni bu da endi topshirib bermoqchi. Topshirib berib ani g'achchi yana akila dabdan ilvos bo'ldi demoqchi. Normalda bu yerda bina saqlanmasa, qonunlanmasa, qachon hozir biri mesela so'ri qilgandan muflis hukm qilinmagan. Bu odam hozir men setib qo'ygan sana Alloh deb tashlab berib, men pulimni olaman. Chunki bozor yuzbas bo'lishi mumkin. U mesela 100 ko'g sotgan bo'lsa, keyin sataysa 50 ko'g chiqib qolgan narsa bo'lishi mumkin. Shunga yo'qmi 100 ko'g sotgan Allah narsani da tashlab berib 100 ko'g elishni bilma deb turilishi mumkin dedi. Yoki u o'zining qo'lida olgan ekan, uni berib, ya'ni akalar deb ilvoqcha o'zining qo'lidan bo'ldiman, o'zimning narsani o'zim saqlab qo'yay. So'da bo'lmagandek bo'lsin, desin bo'ldi. Faqila va ahaqqu bihi mana. Va ala hada la yazmu daf'u al-ibad. Undan keyin u narsani tovarni va odamga tutqizib, keyin yana akalar deb ilishimiz o'zining qo'lidan qilib qo'ysa bo'ldi dedi. Wa amma ma yumkinu daf'u al-ibadi wa la yalzamuhu. Endi badalni beradigan, lekin ba'msin bo'ladigan narsa dedi. Fa huwa bil khiyar baynal mahasati wal imsak. Bu chaqda o'zining tovarini o'zi saqlab qolish bilan qarshi tarafga o'tkazib, men boshqa qarzdorlar qatorida pulni olaman deb tanlash ixtiyorligi bor edi. Va dalga huwa idza kana al-'ibadu 'aynan. Bu bir tovarni sotib turgan. Tovar sotib turgan. Yuqurqulan infaq oldu. Amma ma yumkin daf'u va yalzamuhu. Va amma ma yumkin daf'u va la yalzamuhu. Va la yalzamuhu degan burunqisi va yalzamuhu. Badalni berish kerak bo'lib qoldi. Akiraman og'im ma'ni desa to'lishi lozim, berish lozimdi. Ya'ni topshirishi lozimdi deydi. Lekin bu ikkinchisida la yalzamuhu. Beralaydi, bas beralaydi, lekin cho'qim berish kerak emas. Buni ixtiyorliqim bor. Ya bu nimani ba'mi bo'ldi, so'dini men qilmayman deb tovarni o'zining qo'lida saqlab qolish bo'ldi. Lekin qanday ahvolda saqlab qoladi? Qanday ahvolda shuni berib men nimani olaman deyish ikkisi o'xshash bir gap chiqdi.
Yani farkı yok aslında. Bağırıp çıkarkenler işte. Bunun misali ikki xil bir misollarga o'xshagan. Yani ishkili ahvolda qolsa, pulni topshirib berib, men qarz to'layman desin bo'ldi, yoki qolsa, bo'ldi men tovarim o'zimni qolsin, ammo bermagan bo'ldi desa bo'ldi, ixtiyorlik bor degan gap. Qiyinlarning boshqa birligidan bir qism tovarlarimizni shunday cho'qib aniq bizga yuzma deb tushuntirilishi mumkin. Ya'ni ba'zida ba'zi bo'lmaydigan bu ixtiyorlar bilan bo'ladi. Shunisining javobini qilaman. Qarash degan turi o'xshash ham buni. Ha, turi o'xshash. Wa amma idza lam yakun ilayhi ta'jilul 'iwad. Bedelni geçid berenmeydiğin narsa. Mesela en yuflisel muslimu qabla yedfa ra'sel mal. Mesela en yuflisel muslimu qabla en yedfa ra'sel mal. Demek qabla en yedfa ra'sel mal bir selam degan gap yo'q desak bo'ldi. Bu faqatdan selam qilmoqchi bo'lib turgan. Men sizga mana shu pul beraman. Falanchilarda manchilik mal tayyorlab turlar deb deyishibdi ular. Lekin pulni topshirmagan ahvol deydi. Topshirmagan chaqda muflis hukm qilinib ketdi bu pul topshirgan odam, mal olgan odam. Bu ahvolda hamda bu malni, bu salam bo'lgandan keyin malni gachchida vaqtida beramaydi. Cho'qim olib tutishga vaqtida berdi. Agar gachchi naq berib qazdim bo'lsa, bu salam bo'lmay suvdi o'tdi. Salam bo'lgandan keyin malnisi dengib, malnisi bo'lgandan keyin gachchida bermaydigan ahvol demoqchi ekan. Va qabla an yahulla ajr salam. Ash bekitgan, salamni bekitgan vaqt kelishdan ilgari gachchida berilmaydi dedi. Rasmon berishdan burun vaqt kelishdan burun shu bekitga qabla ba'da so'radi. Yo'q. Shu pulni berib ketgan bu. Maliki mazhabda va'dini mo'ljallantirib turibdi. Shu gapni mana shu yani uni undan va'da deymiz. Salam bo'ldi demaymiz. Salam qilish uchun va'da qilishdi deymiz. Salam vujudga chiqdi demaymiz. Bu yerda salam vujudga chiqqandek deb qo'yibdi. Pulni bergan chaqda undan men aslama fal islam degan gap shu chaqda vujudga chiqdi. Bo'lmasa salamlashayli deb qilgan va'da bo'ldi. Salamni cho'qib oldin bergan rasm to'liq berish kerakmi? To'liq berish kerak. Bo'lmasa urbunlik qildi, zakalatlik qildi. Yani bir qismini berish bu zakalat. Bay'ul arbun deyishibdi. Lekin pulni bermabdi yoki malni beradigan vaqtmi kelmabdi. Unda bo'lgandan keyin malni berish degan narsa bo'lmaydi bunda. Salam qilish bir va'da qilishgan bo'ldi. Salam qilishga va'da qilishibdi deymiz. Salam bo'ldi demaymiz. Demak bu ahvolda bedelni oldirib bermaydi deydi. Yani pul olmagandan keyin qanday bedel berdi bu? Salam degan pulni oldin olganni salam deydi. Unda ta'jilul ibad yani malni pulni erishdan ilgari gachchida bermaydi deydi. Fa in radiyal muslamu ilayhi an yu'ajjil al-arud. Mesela zatigisi pulni olmay turib tovarni gachchi birtay, pulni ilib olama deb qolsa va yuhasisal g'urama andın adamdaki salamga o'tkazmoqchi bo'lgan rasul mal qarz hisobida bo'lgan ekan, ashadamning gapida zavod egasining puli bor. Undan keyin u pul o'tkazmoqchi bo'lgan kishi muflis hukm qilingan, uning boshqa qarz egalari bor edi. Undan keyin shu salamga o'tkazgan pulni elishda boshqa qarzdorlarning orasida shirkit bilan shu qatorda olay deb qolsa Birasi ma'al-salam fadalga jaiz. Bunu da olubdu. İn radiye bidarkal gurama. Baş qarzdalı ma'qulda kelib qolsa bo'ladi. Fa in aba zalika ahadul gurama. Qarzdalıning birasi unmay qilib qolsa, hasal gurama bi ra'sil mal wajib lahu fima wajada lil gharimi min malin. Fa in aba zalika ahadul gurama. Agar qarzdagilarning birasi unmay qilib qolsa, bizning aramizga qitilsa degan unmabdi, ha? Hasal gurama bir asl malul vacib lahu. Demek aş özünün qarzini ilishda gurama bilan tang ülüşüdü. Yani şu qatar çırdı deydi.
Fima vajadal g'arimi min mal. Shu qarz bo'lgan kishining qo'lidagi iqtisodni tang ulushidir boshqa qarzdor bilan birga. Muslim uchun vojib bo'lgan rasmlarni boshqa zavqi ismi boshqa tarbiyalar nisbetini o'rdi. Fima vujda yana g'arib bilman zavqi uchun va shuning uchun tepilgan. Ya hasal g'urama umu g'uramaa. G'uramaa. G'uramalar bilan birga ulushidir. Yani bu nima uchun ulushidir buni? Chunki buning salamning rasmalidan iborat qarzi bor edi. Shuning qarshiligida bu qarziga so'lab boshqa qarzigilar bilan o'xshash qarz bo'lgan odamning pulini ulushidir deydi. Mana bir rasmalil vajib lahu fima wujida lil gharim min mal. Yani muqabil rasl malil vajib lahu demak. Demak, uningga salamda vojib bo'lgan rasmal bordi. Shuning qarshiligida boshqa qarzdorlar orasida shirkitdir bu. Fima wujida yoki vajada lil g'arimi min mal. Qarz bo'lgan odamning qo'li tepilgan iqtisodni boshqa shirklardan tang ulushidir. Va fil arud allati alayhi idha hallat. Endi bu salam qilaman deb qarz bo'lgan odamning zavod egisidan oldigan tovarlar bor-ku. Endi uningki zavod egisi qarz bormi? Oldigan qarz bor. Zavod egisidan necha narsa hisob berishga pullar. Endi bu zavod egisi pulini qarzdor sifatida undan bir og'im bo'ldi. Endi og'amnikin u qarz bo'lgan odamning zavod egisida elishi bor, tovar elishi bor deydi. Beshta shunday qilish qo'shiladi emasmi bu? Masalan, shu zavod egisi ana shu qarzdorlardan birga shirklab tovarni topshirib, qarzdorlardan birga shu iqtisod shirklash mumkinda. Bu joizdir. Lekin endi shu g'uramalar rozi bo'lsa joizdir. Agar ayni abadlarga hadud g'uramalar biz uni bilamiz. Uni bo'lgandiki, ammo shu qarzdorlar shu demakchi olgan pulda bir shirklashib va zavod egisi emas. Shirklashib zavod egisiga pulni topshirib, zavod egisi ma'lumotda oladi degandek. Zavod egisiga muhtis bilmoqchi bo'lgan pulni qarzdorga topshirib, zavod egisini ma'lumotni bo'lishib bergan. Yo'q, menda ham tushundim uni. Bu bunda gapgan. Birinchi ahvolda zavod egisi men kiyim birdigan, birinchilar birdigan molni men gachil beray. Ondan men bergan tovarni hozir shu qarz bo'lgan odamning iqtisodiy hisobida o'tirga yig'ilibdi. Hammani yig'ayli. Men galimni hozir gachil berutay. Yiqqandan keyin hammani ondan tang bo'lablam hammani ilishimizni oldi desa bo'ladi deyshnami? Ulamolar rozi bo'lsa shunga. Boshqalar rozi bo'lsa. Hamda birisi rozi bo'lmay qolsa, birisi rozi bo'lmay qolsa, bu chaqda qanday qildi ekan? G'arim shu muflisdir. Chunki bu zavod egisining qarzi bo'lgan bu. Tovar elishyapti undan. Shunada elishim bor, birishim bor. So'rib qilgan bu. U malning pulisini bermadi. Yani pulisini bu olgan bo'lsa, zavod egisi aniq nisbatan tovar berishga qarz bo'ldi. فإن أبى ذلك أحد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له فيما وجد للغريم من مال وفي العروض التي عليه إذا حلت لأنها من مال المفلس. مش غريم ما عنده شنطة. Ya qarz bo'lgan odamning fil o'ruz degan mana shu yuqorida birdi. Yuqorqi gap bilan bog'lanishdi shu. Shundan pulidan tovarni ahadul g'uramani demoqchi ekan deydi. Ahadul g'urama. G'arim degan ahadul g'urama. Ahadul g'urama shu zavod egisidir. Zavodniki boshqa razolda zavod egisi. Yana madad meshda pulni. O'zi rozi. Birinchidan boshqa g'uramalar rozi bo'lsa Yo'q, bunda deydi. Fa in aba zalika ahadul g'uramani mushalga g'arim deydi. Hozir shu unmay turgan g'arim shu. Hozir g'uramadan biz unmay turgan. Mush g'arim shu deydi. Hasal g'urama bi ra'sil mal vajib lahu. Demak bu zavod egisininki elish kerak bo'lgan rasmal vatda salamning rasmali. Shuning qarshiligida qarz egilari bilan yana qarz bo'lgan kishining mol mulkini tang bo'lishidir. Fima vajada lil g'arimi min mal. Unvay turgan qarz egisininki muflisda o'tab qolgan shu
meli tepilib qalsa, saq ishlatgan mal dedi-ku, tepilib qalsa, ha, to'g'ri ekan shu. Ulmogan g'arimasi. Qarzisitdi. Buning qarzi nima iboratda? Uning mal bergan. Shuning meli ashu muflisning qo'lida ishlatgan holati bor ekan. Bu mal hozir kimning mali? Ha, muflisning mali deymiz. Lekin unda u yaqma o'zimning shu narsamni olma desa diyalaydi-ku. Unda gap bordi. Hozir muflisning mali deb turlar. Muflisning mali. Ondan bu muflis pul o'tkazib qo'ygan ash tovarlimi, zavod egasi topshirmoqchi bo'lgan tovarlimi kimning mili? Muflisning mili. Undan keyin ashu hammani yig'imiz deydi bu. Hammani yig'ib ash qarzdorlar taqsim qilib ulushaverdi deydi. Yani idha halal lianna mal muflisina zavod egasi topshirmoqchi bo'lgan malni vaqti kelib, birinchilar degan bo'z birinchilar keldi. Kelganki u malni topshirdi. Topshirganki u muflisning qo'lida yana bir qarzda satgan mal bor. Satgan ekan shu malni satganlikdan u g'arim bo'lgan odam. U tovarni o'tirib tashlab, ma salam qilgan tovarni o'tirib tashlab taqsim qildi debdi. O'zaro taqsim qilish oldi dedi. Lekin bir sirat qildan bu rad qilganning ahvolini bo'lmoqchi, to'xtan oyog'i ekan. Va insha'u an yabi'uha bin naqd. Ha, to'g'ri ekan shu. Andan mushu nimalarimiz yig'ildimi? Tovarlarimiz yig'ildi. Yig'ilgandan keyin xolisa buni pulga sotadi. Pulga sotib ulushvasi bo'ladi dedi. Shu yuqorilar o'xshashganmi? Ya'ni hasil bil g'urama degan şey ekan. Boshqa bir yangilik yo'q ekan buning bu. Yani bir adam rad qilsa, yani hasal g'urama debdi. Nima farqi buni? Ana millini chiqarib deb, adika qog'ozlari o'lchov. Afima ulidan al-gharim min mali degan. Umi shu o'zining malini olib kelsa, omi o'zining malini olib kelsa, undan Allohlar tan bo'lishalaydi demak gap shu. Ma faqatlam zavoddan topshirib bergan malni vaqti kelguncha topshirib qo'ygandan keyin tan bo'lishalaydi degan. Bo'lmasa tan bo'lishamaydi. Tan bo'lishamaydi. Ha, bu yerda boshqa o'xshagan yeri, nag'ada zavod tegisini orqa qo'shmaydi. Ara qo'shmay turoldi. Nima uchun sen buni taqdirsiz o'tkazmagandan? Lekin o'tkazdigan vaqtda o'tkazdim mana, o'tkazib bo'ldim ma'nosi shuni meni mana topshirdim desa, ondan arz qatadi. Ha, bu yerda nimaning bilmam degan zavod tegisiga tayyorlab qo'ygan rasman o'zini boshqa qarzlarda nisbiy bo'yicha bilish lozim. Ani vaqt qo'shib qo'ygan bo'lsa, avval zavod tegisining ustundagi o'rizlarning o'zida vojib bo'lgan rasman o'zini vaqtda qo'shildi demoqchi. Zavod tegisini kontrol Ya şu bölüşüp ağandan keyin o pulsini topshirib olgan bo'ldi hozir. Demak, hozir bu pulsini topshirib elishi keyin bo'ldi. Malni topshirishi burun bo'ldi. Malni topshirib, o'ttirga tashlagandan keyin uni taqsim qilishgandan keyin bu endi rasul mal salamni shu joyda topshirib olgan bo'ldi. Bu ta'til shart. Qanday salam bo'ldi? Salam degan oldin pul topshirishdi. Bu oldin malni topshirish nesi setishga iborat bo'ldi. Ya Maliki mazhabning fuqaholari mush masalada o'zini qattiq ifbir turadi. Nima? Buni o'qigandan beri وأما ما كان من الحقوق الواجبة من غير عوض mana badalsiz qarzlab qolgan narsa bo'lsa فإنما كان منها غير واجب بالشرع shariat vojib qilmagan lekin o'zi hamda gadiniga o'zi otib olgan narsalar badalsiz o'zining gadiniga otilib qolgan qarz desak masalan kalhibat va sadaqat bu ixtiyoriy hiba sadaqa bo'lgan ekan shariat mushuni qilishing lozim deb nima qilmagan bu o'zi mana pul beribman mana pul sadaqa berdim deb lam o'zining gadiniga shu sadaqani otib ekan fala mahasata fiha uningda qarzni tang ulushiga ish yo'q debdi. Ha. Demak, uningda bo'ldim yo'q. Beraman debdi. Qo'lga topshirib bermagan ekan, bo'ldi u qarzigilar bilan mana pul beraman deb menga berib aytganda ig'zoki. Shuni oldim deyilmaydi dedi. Hechim yo'q. Mana mahassa. Chunki hiba degan bu sadaqa degan yumlaku bil qabd. Qo'lga topshirib olsa, undan shuning bo'ldi. Bunisi va'da berishdan bo'lmaydi.
وأما ما كان منها واجبا بالشرع عند شريعة واجب قلبت كلكتن عندن قاعدين يشكن بوسا مثلا كان فقط الآباء والأبناء bu bedelsiz قاعدين atılıp qalğan qarzlar edi. Lekin buni shariat vojib qilgan. Ilgirkisi o'zi قاعدين atib olgan, o'zligidan tabarruk qilgan narsa edi. Endi ma'noda fa fiha qawlan, shikil qarash bor. Ahaduhuma annal mahasata la tajibu biha, bunda ulishib ag'lanmaydi. O qawl ibn al-Qasim va thani annaha tajibu biha idza lazimat bi hukmin min as-sultan. Agar qozi hukm qilib shu manjpul elish va deb qalsa bu chaqda undan ola oladi deb. Yani qarzdorlar bilan dadisi va balisi bizni beqish uchun manjpul qayzish kerakda. Buni ba'mida balamning gadinda ba'mi shu meni qarz hisobida pulimmi shu. Men shu qo'lda ba iqtisoddan boshqa qarzdorlar qatoridan shu olaman deb tursa bo'ldi deb. Yani hukm chiqarilib qolsa bu ashadning qarishi ekan. وأما النظر الخامس وهو معرفة وجه التحاس. Qanda ülüşke ayırıp taksim kılımızmış qazni. Qanda bölüş olamaz. Bu mesele kelsek فإن الحكم في ذلك أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء. Aynen. يصرف مال الغريم degan adı g'arim kim ekan? Qarz bo'g'ilgan odam. Muflis. Bir qarzligisini demoqchiman. Jinsin duygusu urama diyorlar, bir qarzligisini olib keldi. Muflisniki bağlı tipolgan qarzlarga kelgan, qarzligilar kelgan. Muflisni demoqchiman. Qarzligisi deb turlar, aniqroq chiqqan. G'arim bo'lsa qarzga bo'g'ilib qolgan bo'ldi. Shunaqa? G'arim degan qarzligisi. Ya qarz bo'g'ilib qolgan muflis desek to'g'ri chiqadigan. Muflis desek to'g'ri chiqadigan. Balki bu g'arim degan so'z minal abdod bo'lishi mumkin. Qarama-qarshi ma'noni ifodalaydigan. Bu yerda qanda bo'lishash masalasiga kelsak, shu muflisning qo'lida bor molni qarz egalarining ilish kerak bo'lgan pul jinsiga aylantiramiz deydi. Mesela qarz egalari dollar ilishib ekan bunu. Shuna bu muflisning qo'lidagi mollar bug'doy, to'mitasak, yog'och anda bir narsa ekan. Mushuni biz dollarga aylantiramiz. Setib dollarga aylantirdik. Ve sevan kan mal g'urama min jins vahid aw min ajnas muxtalifa. Qarz egalarining qarzligisi mi bu? Qarzlilarninki mallari bir jinsdan bo'lsa yoki bir qancha jinsdan bo'lsin. Yani bergen malları deydi. Qarz egalari qanday mal bergan bo'lsa, bular har xil mal bergan bo'lsin-mi? Lekin oladigan shu pulga aylantiramiz shuni. Chunki mana idkan la yuqtada fi duyun illa ma huwa min jins ad-dayn. Mana chunki qarz deganda qarzning jinsidan bo'lgan narsani talab qilishyapti. Yani bu tümü vergen bolsa lekin dollarga tutib satgan bo'lsa, ay dollarni tutadi deydi. Ha? Shunda tutdi. İlla yettafiqu min zalika ala shay'in yajuz. Faqat hamma g'uramalar bir narsaga tutishib, manda narsaga aylantirayli, shuni bilishib oldi deb qolsa, mayli, u joiz bo'ldi. Bunda kamchilik bor ekan. Vaqtalafu min hadal bab fi far'an tari. Mush bab munosabatlik yana tasarrufiy unda kelib qolgan bir tarmoq masalada ixtiloflashib qoldi. Va huwa idza halaka malul mahjur alayhi ba'da al-hajr. Hajr qildi. Yani bu milini tasarruf qilishdan cheklayapti, lekin mili bor uni. Cheklab bo'lgandan keyin buning qo'ldagi iqtisod hammasi yo'qolib ketdi. Va qabla qabdul g'urama taqsim qilib ulashishdan ilgari ulashmoqchi bo'lgan mol ham yo'qolib ketdi. Mimman musibatu ziyon teng bo'ldi. G'uramaga ziyon bo'lamdi, muflisga ziyon bo'lamdi. Masalan 10 ming koy pul bor ekan. Bu qazilarninki 100 ming koy ilishi bor. Tamam? Her birisi 10 ming koydan ketdi, hech bo'lmasa. Endi ulashayli deb taqa endi hisoblab bu
Ülüşeşti ilgili bu 10 gün kılma yo'qolib ketdi. Ya o'g'ri oldi, ya ko'yib ketdi biznes. Bu çağdamda bu qarz egilari ming ko'ydan topshirgan bo'lib, 10 ming ko'y bo'lib tekkan bo'lamdi, sizam mushliq bo'lamdi yoki muflis qilgan bo'lib, bu hech qanday birsini qarzini to'lmagan bo'lamdi demoqchi. Faqala ashhadu musibatuhu min al-muflis. Bu g'uramalni qo'lga topshirib olmagan ekan, taqsim qilmagan ekan, qo'lga topshirib olmagan ekan, bu muflisning zini bo'lgan hisobda. Wa qala ibn al-Majshur musibatuhu min al-ghurama idza waqqafahu as-sultan. Eğer şu taqsim qilishdan qozi to'xtatib qo'yib, sal kechiktirgan hol bo'lib, shunda kechiktirganlikdan yo'qolib ketib qolsa, o'chada qarzdorlar to'laydi debdi. Qarzdorlik ziyon bo'ldi deb. Waqafahuma idza waqqafahu as-sultan. Wa qala ibn Qasim ma yahtaju ila bay'ihi fadbanuhu min al-gharim. Ko'rdingmi? G'arim degan so'z hozir muflisning ma'nosi keldi. Setib undan pulga aylantiradigan mal olib qolsa, bu halok bo'lib ketib qolsa, buning zini kimga bo'ldi? Muflisga bo'ldi. Li'annahu innama yuba'u ala mulki. Chunki u setilsa shu o'zining mulki setilgan sotdi. Muflisning mulkini sotgan bo'ldik biz dedi. Va ma la yahtaju ila bay'ihi fadamanuhu min al-ghurama. Setib pulga aylandirimismi? Naq pul olib qolgan bo'lsa, bu yo'qolib ketib qolsa, buning zini g'uramalik bo'ldi. Mitla yakuna al-malu aynan va ad-daynu aynan. Masalan, malmi, ba malmi, ya'ni mal iqtisod deyiladi. Shu muflisning iqtisodi, pulni ba iqtisod nima ekan? Naq pul ekan. Qarzmi shu naq pul ekan. Ayni ham misaldan oltinni deyish mumkin. Kulluhum rawa qawluhu an Malik. Ana shu Ibn Qasim, Ibn Majshun, Ashhab, mushul hammasi o'z tutgan qarashni Imom Malikda rivoyat etdi. 3 xil rivoyat bor ekan. Wa farraqa asbaghu bayna al-maut wal falas. Asbagh o'lim bilan falas masalasini ayirib, faqala al-musibatu fil maut min al-ghurba. O'lib ketgan ahvolda, o'lib ketgan odamda qarz bo'lib qolsa, shuni qarzni olay deb qo'yuvchi o'lib ketgan odamning miros qoldigan shu miros yo'qolib ketgan bo'lsa, bu ziyon qarz egilariga bo'ldi. Ammo hajr qilingan muflis e'lon qilgan ahvolda bu chog'da muflisga bo'ldi ziyon debdi. Fahada huwa al-qawl fi usul ahkam al-muflis alladhi lahu min al-mal ma la yafi biduyuni. Juqurqila muflis hukm qilgan kishining qo'lida qarzini to'ligidek meli bo'lmagan ahvolda juqurqa ahkamni shu ahvolda keladi. Shu hukm shunga xos. Wa amma al-muflis alladhi la mal lahu aslan, yani faqat mal mulk yo'q. Qo'lda hech qanday iqtisod yo'q, qarzga bog'lab qolgan, undan muflis e'lon qilingan bu kishi kelsak, fa inna fuqaha al-amsar mujmi'una ala anna al-adama lahu ta'thirun fi isqat ad-dayn ila waqti maysarati. Fuqaha al-amsar hamsa ittifoq qilgan bir o'rin bor ekan. Ash qarzga bog'ilgan odamning qo'lda hech nima yo'qlab qolsa, adam degan shu, yo'qlik. Buning ta'siri bor edi. Ash qarzni pul topgan chaqqa kechib turishda ta'siri bor. Shunda roli bor edi. Yani pul yo'q bo'lgan ekan, topganda birdi deymiz. Uni ya bedini go'shini shiltlab olmaydi. Bashar yo'q. إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاجروه. نعم. إن لهم أن يؤاجروه. يلا بيشتغلب فلوسنا شو شق قلب الولدون دمك شو شيء. وقال به أحمد من فقهاء الأمصار. إمام أحمد مش قرأش طلبت كان. وكلهم مجمعون على أن المدينة إذا ادعى الفلس فقط لم سرماية أيرب قلدهم دا دواق قاسا قرز بغلغان شيء ولم يعلم صدقه رسمه يلغمه بالماء قاسا بالماء قاسا أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين. Buna qana qilgan emas. Masalan, men sarmoyadan ayirib qoldim. Men qo'limda hech qanday iqtisod yo'q deb turibdi. Qarz bog'laqliq. Bu rost so'zdimi, yolg'on so'zdimi, uqamay qolgan ekan, biz buni sulab qo'yamiz. Yoki qarzligilari rostadi buning qo'lida hech nima yo'q deb iqror qilsa, ishonsa mayli dedi.
فإذا كان ذلك خلي سبيله عند إخراج يتبين الصدق بلبقاسا onu koyup veririz. Deyin ki Resulullah biraz sermayede ayrılıp ketken bolsa, ya ki xarjı gelse boldu, men işemdim dep qalsa, onu koyutimiz. Ve hukem Ebi Hanifete enne li guramaihi en yeduru ma'ahu haythu dar. Onun xarjıgilere onu koyup vermey, ne varsa sayıstek menip çaplış vası boldu depti. Koyup vermey, sayıdek çaplış vücuruydu. Çaplış vücurgandiken belki bunun eğer yoşurib qo'ygan iqtisodiy bo'lib, yolg'on gap qilgan bo'lsa, bir hafta o'ta, 2 hafta o'ta, bir oy o'tgandan keyin bu chidamay vaqt topsilib alamini topdi. Ve innama sara kullu ila al-qawl bil-habs fi ad-duyun. Nima uchun mush qarz masalasida hammaylar so'rab qo'ymiz dedi. Masalan, men qazi bo'g'lab qolgan, iqtisodni olib qoldim, qazi bagida pulim yo'q deb turib olsa, Rossiyaliklarga ishlamay qolgancha so'rab qo'ymiz deb turoldi fuqarolar. Nima uchun shunday qarashni oldi? Va in kana lam yati fi zalika atharun sahih. Degan mushu so'rab qo'yishda bir aniq bir ko'rsatma kelmagan bo'lsin dinda, ya bir hadis kelmadi masalan. Nima uchun mush qarashni tanladi? Lianna zalika amrun daruriyyun fi istifa' an-nas huquqahum ba'dihim min ba'd. Chunki xalqninki bir-biridan haqqini olishda mushunda qilmay chora yo'q. Bu muqarrar narsa. Ve hada delilun alal qawli bil qiyas alladhi yaqtadi al maslaha. Mana mushuni ve ijma qilganligi fuqahaning. Mesela delil yo'q ama. Faqat delil yo'q, yo'q mushuni qiysak adolat barpo bo'ladi, xalqning manfaat qo'g'dildi deb turibdi. Bu nima deb iborat desa, ash qiyasul mursal, masalihul mursal degan gap shu. Undan keyin masalihul mursalning delili bormikan, delil bor ekan. Baş kıyas-ı mursal diyen şu. Ve huve'llezî yusemma bil kıyas-ı mursal. Masalih-ül mursal diyen şu. Yani masalih-ül mursalın delili yok. Bu fakatlam müctehid bunda turuplam bir meselede yakmında kılımız yapılam özünün tecrübesi göz karşı olalım. Divağın gep bulup kaldı diyen bu açıkam ya da bana masalih-ül mursalın malum ornu baken diyen gep çıkıdı dedi. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı anda bir guman qilib qolgan chaqda qarilib lekin isbotlanmagan bo'lsa-mu, qo'yib birib qazib qechib ketdi deb u aniqlangan qadar so'rab bo'lgan ahvol rivoyat qilingan. Xarajahu fima ahsabu Abu Dawud. Abu Dawud va Tirmizi rivoyat qilgan. Wal mahjurun 'inda Malik as-sufaha wal muflisun. والعبيد والمرضى والزوجة فيما فوق الثلث. Başta bir katım dedi bu gapni. Şunu tekrar ettim. Yani hazır kılınan kişiler İmam Malik nazarında sufa, dört begaraz kalışmaydigan, saatli qo'llayolmaydigan adamlar. Vel muflisun iflas hüküm qılınganlar. Vel abid qullar. Vel marda keseller. Bu zamanda o'lib ketgan kasal bo'lgan chaqda qilgan tasarruflardan 3dan 1ga ruxsat qilindi hisobga ega. 3dan 2sidan ega emas. Bu bir xil hajranda, hajr juz'iy degandek. Va zawja ayol kishining o'zida tasarruf qilish haqqi bormi yo'qmi deganda ba'zan Hanbali mazhabda ya Maliki mazhabda 3dan 1 miqdori, ya mansak miqdorda tasarruf qiladi, hammada tasarruf qilolmaydi deb turilishi mumkin. Aciz qarash bo'lsin. Yani ayol kishi o'zining iqtisodini tasarruf qilishda to'liq huquq emas deb turadi. Yo'q, masalan ayolning o'zining $1 million puli bor. $1 million masalan o'zi xohlagancha bisiga berib, shunda tasarruf qila olamda yo'q deydi men. Lekin Shafiy mazhabda, Hanafi mazhabda qanday qilsa o'zining ixtiyori, to'liq huquq. Yani tasarruful mali haqqi bor buni deydi. Mana vazzoja fima fawqa thuluth mana. 3dan 1dan ortiq tasarruf qilish haqqi yo'q demakchi Maliki mazhablar, Hanbali mazhab. Bunda tasarrufda 3dan 1 turib qolgan bo'lsa yoki umumiy butun iqtisodning 3dan 1da. Li'annahu yara anna liz-zawji haqqan fil mal. Chunki u oshi iqtisodda erning haqqi bor deb qaraydi. Imom Malik erning haqqi bor deb qaraydi. Ayolning iqtisodida erning haqqi bor edi. Bu anda ayında g'alati bir gap bo'ldi. Shuna vaqalafahu fi zalika al-akthar. Shuna mush masalada
ko'pchilik olimlar uni xilaf qildi. Qanday gap bu? وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الصلح صلح الشش كتابه. والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى أن مش صلح كتاب ده أساس دليل الله تعالى مش آيته والصلح خير وإن امرأة خافت من بعضها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. مش آيات نمكçe. Yani مش ayetler olmaz. Bundan başka kılıcık ayetler, hadisler var. Mesela لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فأصلحوا بينهما فأصلحوا بين أخويكم degende. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sulhul Hudeybiye qilgan. Tamam? Yani hayır degene müşahid yaxshi. Yoki yaxshi ishlardan biri demoqchi. Afzal degan ma'no olib qolsa, nimadan afzal? Oyda oylik ketishdan, husumat qilishdan, jangichilar o'ynashdan yaxshi degan. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا على عمر رضي الله عنه إمضاء الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. Yani muşu hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü şekilde rivayet kılıngan, Hazreti Ömer'nin sözü şekilde rivayet kılıngan. Merfu alatta İmam Ahmed, Hakim fil Mustadrak ve Abu Davud ve Tirmizi'ler rivayet kılgan ve Albani Hasan'ın sahih degan, undan ilgari Tirmizi sahih degan. İmam Ahmed'nin rivayetida mush hadisning oyog'ida val muslimun ala shurutihim deb qo'shimcha kelgan. Demak, as-sulh jaiz, yani imdod degan so'z hadisda yo'q. İmdod deganni ilib tashlasak. As-sulh jaizun baynal muslimin illa sulhan ahall haraman aw harrama halala. Yani bir rivayet kelgan ziyodada val muslimun ala shurutihim deb qo'shib qo'ygan. Demak, bu sahih hadis. واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار واختلفوا في جوازه على الإنكار. Barliq olimlar iqror qilgan ahvolda sullasi bo'ldi deb ittifoq qildi. Masalan, birisidan manshul erishim bor deb da'vo qilish, tamam? Yoki ma'nosi bilan manshul erishim bor deb da'vo qilsam, qarshi taraf rast shunda bor deb o'shanda qarshilab qo'ygan, bunda berishim bor deb iqror qilib turdi, lekin hali beranmaydim. Muhlat vazda kiyim barsam, bu deb bunda iqror qilib turib beranmay qolgan ahvolda, bermay turgan ahvolda hammani bermasam, sizlar unda pullar bor dedi. Hammani bermasam, yerimni bersam rozi bo'lib ketsalar degan tarafdan sullasi bo'lamdi bo'ldi dedi. Iqror qilgan ahvol ma'lum. Ashun haqqini tanmay, bunda bor degan ahvolda sullasi bo'ldi. Buni ittifoq keldi. Vaqtalafu fi jawazi alal inkar. Ya menda bunun haqqi yo'q. Men bundan narsa olmagan, turmayman buni deb turgan holatda yana bosh og'riq bo'lavergan ekan, ma pulni olib rozilik ketinglar, bu tuysin ma'ga g'alvat bo'lamdi bo'lmamdi. Bunda ixtilof bashlaydi. Chunki as-sulh qilgani balki endi ba'zi olimlar sulh qilganning o'zini bir xil iqror deyish mumkin. Pulis batdi buni tiyillik bildirdi deyish mumkin. Faqala Malik va Abu Hanifa, İmam Ahmad muşul bilan billah, yejuzu alal inkar. İnkar qilib turib sullasi bo'ldi debdi. İmam Abu Hanifa yejuzu ma'al iqrari val inkari vas sukut degan. İnkar qilib va iqror qilib qilmagan jim turgan ahvoldami sullasi bo'ldi dedi. Ba'zan bilmas mumkin. Ya unda demaylar, manchul edib to'shin tugatinglar degan bo'lsa, sulh bo'ldi. Sukut oldida. وقال الشافعي لا يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض. Mana inkar qilib turgan ahvolda sullasi bo'lmaydi. Chunki bu chaqda boshqalarning haqqini yeyishdan iborat bu. Wala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil deganda Alloh taolo. Ya'ni bu inkar qilib turib binas birdi-ku bu. Tamam? Lekin bu naq binas yeyish iborat deb. Wal malikiyatu taqulu fihi iwadun. Endi Maliki mazhablar Shafiiga nima raddiya berdi?
Maliki mezheblar emas. İmam Abu Hanife, İmam Ahmed'la İmam Malik'e şuna reddiye biliş mümkün. Bunu bedelsiz yeviliş depti. Bedel babında. O nimede ibaret? Bu bedel suqutul husumati ve indifa'il yemini anhu. O bedel olsumu süllleşkenden keyin bu cengi jidal talash-tashlik tugaydi, başarıp tugaydi şunama. Andan bu inkar qilganlikdan bunun qasam buyurildi. Vel yemin ala man ankaruldi. Qasam ishdi qutuldi. Daha keyin buningda bir foyda bor. Foyda bo'lgan ekan, majful va ma qutulaysandan nasib bo'ldi demoqchi. Wala khilafa fi madhhab Malik أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في صحة ما يراعى في البيوع. İmam Malik'nin mazhabında ixtilof yo'q deydi. İqrar holatida sulhlashgan bo'lsa, bu ittifoq holatidir. İqrar holatida sulhlash ittifoqdir. Bunda ahvol bo'lsa, bunda shu so'zsizlikning to'g'ri bo'lishi uchun qilingan shartlarga rioya qilamiz. فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع ويصح بالصحة. داونكن السلم سوست بزودلغان ناس alışıp qalsa sülüm buzulub ketidi. So'set to'g'ri bo'lgan bo'lsa, undan sülümü to'g'ri bo'ldi debdi. Bu hamdalik jazoni ulash, bunda ishli tarafdan demakchi. Va hada huwa mithla yad'iya insanun ala akhara darahima. Mesela birisi manchi tenge pulim bor deb da'vo qilgan. Shundan faysalihu alayha ba'da al-iqrar. Ras manchi tenge pulisi bor deb bulab u manchi tengini bermay manchi pulini biroz olib ketinglar debdi. Bidadanira nasiya. Manchi tengisi bordi-manda. Dika hozir bermayman, keli chekdiman. Bir yildan keyin manchi tilla beray deb turibdi. Asli tengini tillaga almashtirishda naq bo'lish kerak-da. Sarfning sharti, yedam biyat degan shart bor-ku. So'zliqda unda shart bor. Unda sullashgan chaqdimi, ash pulni berib nima qilgan chaqda, shu sarfningki so'zliqdagi shu rioya qilgan shartlarga rioya qilish lozim. Va ma ashbahada min al-buyu'ul fasida min qibl ar-riba wal gharar. Shunga o'xshash shunda jazona va noma'lumlik jihatdan cheklanib ketadigan bunda şekilde süllesi bulmaydı. Mesela manç pulun vardı, kilercili mesela pişmiş neresi bir ay. Pişmiş neresi mecbur. Bulmaydı demek için. Ve amma sulhu alel inkar. Anda inkar qilib turib, haqqi yo'q menda deb turib, andan bir narsa berib sülleshkasak, fal mashhur fi an Malik ve ashabi annahu yura'a fihi min as-sihhati ma yura'a fil buyu'. Bunun da so'zsizlikka shartlar rioya qilmas. Misla yad'iya inson al-akhir darahima fayunkiru. Mana manch tengam batilsi inkar qilib turdi. Inkar qilib turib yana keyinchi men oltin tilla biraymanchilik deb so'zlasa bo'lmaydi. Fada la yajuz Malik va ashabihi. Wa qala asbaghu huwa jaiz. Imam Malikning shogirdi asbag jaiz debdi. لأن المكروه فيه من الطرف الواحد. Çünkü bu adam yaman ko'rilgan narsa bir tarafdan bo'lgan. U bo'lsa min jihati talib. Va huwa min jihati talib. Yani talab qiluvchi tarafidan bo'ldi dedi. Boshqa bir inkor qilib, men pulbaz men pul yo'q deb turib kim yoki bir yerim bo'lib kerak degan pulni desa, ixroq qilmoqmi? Tulanı yerimizde mi de? Cidden turbalanı ki bana girip tutacak demek. Pul taşlap bir bilan qutulmoq için. Ma asbaq debdi, jaiz debdi. Nima uchun esa bu yerda cheklangan ish, biz yomon ko'rgan ish bir tarafdan bo'ldi. U bo'lsa keyin pul egisi, haq egisi. Haq egisi talab qilyotdi haqqini. Endi bu qanday yomon ko'rdigan ish ashun tarafida esa, chunki bu manch tengan batı deb turib nisi tilla almoqchi bo'ldi bu. Mush ishini biz yoqtirmaymiz. Va amma dafi'u amma qarzga bog'lab qolgan da'vo qilingan odam bu keyinchi tilla berib qutulaydi-ku. Bu bunda deyish mumkin, huwa hibatun minni. Chunki buning manch pul tengi elishyapti mendan. Buning qarshiligida manch pullar berdim demaydi. Mende haqqı yoktu çünkü inkar aldım. Mende haqqı yoktu.
lekin men tillardan beyman tillar tashlab turib ala deb bir qutulayman uni dedi deb turoldi. Undan keyin bu tarafidan bir chatoq masala yo'q. Degan og'uchining o'zining qanday o'ylashi, qanday hisoblashiga bog'liq ish deydi. Bu endi men burunqi qazim bo'lgan tangiga nisi tilla oldim deb o'ylaganlikdan ashuni kashirsa deydi. Endi ashuni kashirsa biz cheklaymiz ham buni. Tamam ya? Cheklaymiz ham. Unda qilsam bo'lmaydi deymiz. Wa amma in irtafa'a al-makruh min at-tarafayn, bu asbablardan ikki tarafdan bunda yomon ko'rilgan ish bo'lmasa, مثل يدعي كل واحد منهما على صاحب دنانير أو دراهم فينكر كل واحد منهما صاحبه. Mesela işkileyle bir-birde ilişim var deyken, umu manşpul ilişim var bunun deyken, amu manşpul ilişim var deyken. Birisi mesela 10 bin koy pulun basan dese, biz 20 koy ilişim basan deyen deyip duruyordu. İşkileyse andın karşı tarafke karta inkar kılıp duruyordu. Onda ilişim yok der. Summa yastalihani bu cidal oynayan zirkep bulan. Summa yastalihani ala an yuakhira kullu wahid minhuma sahibahu fima yad'ihi qibalahu ila ajal. Şuna her işkeylen buldu senden ilişim her bireylen birbirimizi karta dava kılıp almakçı olan qazni kechiktiraylar deb işkeylen bu meseleni talashda qilishni kechiktirsa makruh ikki tarafdan ko'tarilib ketgan bo'lgan. Fa'da indahu va makruhun, ha? Bu shunda qilishi makruh debdi, ha? Yomon ko'rildi bu. Chunki tangam ba deb yana bu tangini tilla qilib ilishni kechiktirgandek bir ahvol. Bu hayotda kechiksiz bekor bo'lsa, siz chekotimiz buni. Ha? Chekotimiz. Mesela bireyden 10 bin koyan varsa, bireyden 20 bin koy varsa, ispatamı yok. Kasem. Kasem ismi varsa, Kasem kilisten bunu söyleyeceğim. Adır aynı sürülüşüp bir taraf kılmakçı bular. Çünkü kasem içip, satışıp bundan okuyulmaz diyeceğim. Ama bular da özara, sürülge adır özara alamın, şimdi uçtumakçı. Elbette şeriat hem de Qazdan aldığı varsa onu bir taraf buldu. Qasam iş güzüp, ya ispat olsa ispat sürüştü. Qasam işinmese, işinmeyeninin geldiğinge atılığın gel. Ya da inne tefal mekruh min tarafeyn deb, fehada indahum huve mekruhun debtu. Demek işkili taraftan mekruh kötürlep kessimi, müşünde bir ahvallı olsa bu mekruh. Ama kirahiyetuhu nimişi makruh fema khafada yakunu kullu wahid minhuma sadiqan. Bel işkilisi rastsil bo'lishi mumkin. Fa yakunu kullu wahid minhuma qad anzara sahibahu li inzar al-akhar iyyahu. Şuna her biri qarshi tarafga muhlat berdi. Keyinroq berishga muhlat bergandek. Nima uchunsa, ammo ma'ni pulni topshirishni keyinroq deb kechiktirib qo'yganlik uchun. Mana muhlat berdi deb qarshi tarafga muhlat berganda bo'lib qoldi. Demak, kechiktirishning muqobilda bir foydalanish bor, manfaat oldi bu. Fayadkhuluhu aslifni va uslifak. Shundan buningga mushu turdagi muomala aralashib qolgan bo'ldi. Ya'ni men qarz berib tursam, men sen qarz berib turay degandek bir ishmi. Ve amma vecih cevazihi anu mundaqis makruhlik bilan jaiz debdi. Falianna kullu wahid minhuma innama yaqulu ma fa'altu innama huwa tabarru'un minni. Mana menda haqqi shunda haqqi bo'lganlikdan men endi kechib turib berdim, muhlat berdim demaydi bu. Men bu vaqtda ma'quldan nikan qo'zaqliqni bunda qildim deb turib Ve ma kana yajibu alayya shay'un. Meniki unda muhlat berishim, bunda bir kamchilik qilishim kerak emasdi. Men kan qo'zaqliq qilib bunda bir muhlat berib qo'ydim deb turoldim. Ve hada an-nahwu min al-buyu' qila innahu yajuz idha waqa. Mushtirlik savdolar emniyatda bo'lgan bo'lsa jaiz deyilibdi. Savdodan sanabdi shuni. Xuddi qarzni satgandek bir ish degan bo'lishi mumkin. Bunda bir savdolab qolsa jaiz debdi.
وقال ابن الماجشون يفسخ إذا وقع عليه إثر عقده. Yani anda tutuşplan, bunda türlük bir soda tutuşup olgandan keyin bir taraf kılıngan bolsa, gaçı bika kılıp ötmüz, vaqt ötmegen bolsa de. İza waqa alayhi ithra aqdihi. To'xtamdan keyin biz ötmüz. Fa in talamada agar vaqt uzrab ketgan bolsa hisob. فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز في البيوع وفي مذهب مالك على ثلاثة أقسام. Lakin so'satda ashunda shakl muomala qilsa bo'lmaydi degan shaklda sulh qilib qolsa, sulhda bir narsaning haqqin bopti deb turib bir narsa bermoqchi, ayında bir almashtirishda naqnisi yo'ldigan, ortiq ham bo'lgan va shaklingan, so'siz shaklingan tariqada sulh qilinib qolsa, bunu üç türlü ayrışış mümkün İmam Malik'in mazhabında. Birinci sulhun yufsahu bittifak. Birinci türü zaten bunu inavatsızlık qarab buzutmaz dediğin sulh. Aşında cezanı şekillenip kaldığındek bir ahval olsa. O sulhun yufsahu bixtilaf. Yani bir türü buzmanlıktan ixtilaf bo'lgan, şu bir taraftan bulab qalsa degan asbog'ning qarashlari bo'lgan masala shu. Ve sulhun la yufsahu bittifaqin in tala. Vaqt uzrab ketib qolsa, buzmaydigan sulhi, uzarmagan bo'lsa, buzmaslikda ixtilof bo'lgan sulhi deydi. Ma oxirdagi Ibn Majshunning qarashi kelgan masala demak. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.